Aziz do'stlar, qarani Xitoy nimalarni chiqaribdi? Choyga qo'shib ichgani. Mana ananas, dragon fruit, apelsin, mana mevani nima edi? Feyxa dermidi, bilganlar yozib ketinglar. Shularni quritilgandan bir ko'sa, bir para solib, choyga qo'shib ichgani chiqaribdi. Shakari o'zida bir martalik. O'z buni qora choy bilan qo'shib damlab ko'ramiz. Bismillah, mana. Bunda dragon fruit, mango, apelsin bor ekan. Ya, stakanimizga sig'ibdimi? Mana to'rtburchak mangonikidan ham shekilli, yo marakuyami? Hop. Bunga biz o'zimizning eng mashhur Earl Grey basilur choyimizdan qo'shamiz. Bismillah. Rangini ko'rsatishingiz mumkin, mana qarang. Hidini qarang. Hamma sitrus mevalarning hidi keladi. Apelsin, feyxomi, dragon fruit. Bismillah, hozir ichib ko'ramiz. Marakuya, mango. Oh, juda o'tkir ta'm bo'libdi. Bir kisli, nodon ta'mlanib beribdi. Qora choy bilan juda yaxshi chiqishibdi. Hammani shu choyimizni taklif qilib, ichib ko'rishingizni kutib qolamiz.